Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz mavzusida o'quv seminar tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Mazkur tadbirda maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan psixologlar ishtirok etdi. Seminar davomida ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni yanada samarali yo'lga qo'yish, mutaxassislarning kasbiy mahoratini oshirish va ta'lim muhitida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish masalalari muhokama qilindi. 763 ta maktablarimizda 845 nafar psixologlarimiz faoliyat yuritayotgan bo'lsa, maktabgacha ta'lim muassasalarimizda 675 nafar psixologlarimiz faoliyat yurityapti. O'ylayman, bugungi seminarda ushbu psixologlarimiz o'zlariga birinchi navbatda hamkorlikda o'tkaziladigan jarayonlarimizni tarbiyalanuvchi va o'quvchilarimiz uchun, umuman olganda ta'lim oluvchilarimiz uchun o'zlariga alohida bilimlarga ega bo'lishadi. Seminar ikki yo'nalishda tashkil etildi. Maktabgacha ta'lim muassasalari psixologlari uchun bolalarning his-tuyg'ularini anglash, ular bilan ishlashning zamonaviy usullari, bog'liqlik nazariyasi hamda bola bilan samarali muloqotga oid amaliy mashqlar o'tkazildi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari psixologlari esa raqamli resurslardan foydalanish, amaliy keyslar bilan ishlash va stressni boshqarish modellari bo'yicha bilimlarini mustahkamladi. Bizni markazimiz, ya'ni ta'lim rivojlantirish ilmiy metodik markazi yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portalini ishlab chiqqan va yagona nuqtadan turib ta'lim ishtirokchilarini shu raqamli ta'lim resurslari bilan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Portal bilan ishlash va bu yerda trenerlarda tayyorlash asosida psixologik muammolarni bartaraf qilish, ularni oldidan olishga qaratilgan, demak, zamonaviy metodikalarga asoslangan, demak, resurslarni ishlab chiqqanmiz va bular bilan biz hozirgi kunda seminar treninglarda olib boryapmiz. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, ta'lim muassasasida sog'lom psixologik muhit yaratish bu nafaqat pedagoglar, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun muhim vazifadir.